Energiyangizni yashirin o'g'risi nima ekanini bilasizmi? To'xtang, boshqa relsga o'tmasdan avval oxirigacha eshiting. Tasavvur qiling, 40 yoshli xonim. Analizlarda esa hammasi normada. Vrachlar ham xavotirlanmang, hammasi joyida deyishadi. Lekin tana boshqa narsa deyapti-ku. Qo'l, oyoq muzlashni boshlagan, hayz og'riqli bo'lib borayapti, sikl buzilgan, teri quriyapti, holsizlik, charchoq, asabiylik. Organizm uchun yod xuddi motor uchun yoqilg'idek gap. Qalqonsimon bez tana uchun kerakli gormonlarni aynan yod yordamida ishlab chiqaradi. Bu gormonlar organizmda moddalar almashinuvini nazorat qiladi. Temperaturani normal holatda ushlab turadi. Miyamizni, fikrlarimizni ravshan qiladi. Yurak funksiyasi ham hattoki aynan ana shularga bog'liq. Asab tizimimizga ham yod kerak. Organizmda yod juda tez va juda ko'p sarflanadi. Qalqonsimon bezga esa yoddan faqatgina qoldiqlargina tegadi xolos. Xo'sh, yod biz uchun shunchalar muhim ekan. Siz qancha organik yod qabul qilyapsiz? Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.